Yo bolalar, barchaga salom, sizlar bilan men Xaridor Samuray. Bugungi videomizda biz ko'rdinglar, mana bunaqa o'yin o'ynaymiz bolalar. O'tkazlar bu o'yinni birinchi qismini ham chiqargandim. Bu hozir esa ikkinchi qismi bolalar. Bu o'yinimizda вообще World 3 ga o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi videoda World 1 da hamma bilan YouTube'da World 2 ga o'tgandim bolalar. Bugun World 2 da nimagadir 4 odam bor xolos. Qana bormasa World 2 da Amir? Esa o'tmadingmi hali? Amir o'tmagan ekan bolalar World 2 ga. Hozir buni World 2 ga o'tishini ham kutamiz bolalar. Ilkiga o'zim World 2 ni buzib World 3 ga ham o'tib qo'yaman bolalar. Let's go, короче, o'yinimizni boshlaymiz. Menda reverse'im qancha edi? Короче, menda 7 ta reverse bor ekan bolalar. Reverse hozir ham qilsam bo'ladi. Va 7 ta reverse ga men 5x li anoni ochib qo'yganman bolalar. Bunaqa uradigan narsani, apparatchani keyin bitta reverse qilamiz bolalar yana. Keyin kuchaytirib bizlar o'zlarimizni bu nima bu? Bu ham emas. Mana. Mana shunaqa kirkamizni kuchaytirib turib oxirgi zonaga borib turib 3-o'ringa o'tib ko'rsataman bolalar. Birinchi videomizda juda ham qiziqarli bo'lganda obunachilar bilan challenge qilgandik bolalar. Men yutib ketganim har doimgidek. Har doim kamlik qilib ketaman bolalar. To'g'ri, ba'zan Roblox ishlataman, lekin bu safar Roblox ishlatmaslikka harakat qilaman bolalar, chunki bu o'yinga уже Roblox ishlatib bo'lganman. Mana bu yerda 3.5 mingta anonimiz bor, bizning kubigimiz bor. Men eng qimmatini olib qo'yganman, ko'rsanglar. 4.5 x li trailni olib qo'yganman. Hozir esa levelim уже 81 bo'ldi. Mani 7 ta anon bor, kirkam bor bolalar. 7 ta kirka orqali men anon qilaman bolalar endi. 7 ta kirkani anon qilaman. Короче, 3500 ta kubikka mana kirka olamiz. Endi bunda kuchaysak juda ham tez kuchayamiz. Traildan bir nima ol deyapti. Trailda narsa olib qo'yganmiz eng qimmatini. Keyin reverse qilib 70-yilda o'tib ketibmiz bu. Yo, bolalar, biz ozgincha hozir kubik yig'ib kelishimiz kerak, chunki hozir reverse qilganimizdan keyin tezroq anon qilishimiz uchun, kirka olib turib kuchayishimiz uchun. Bolalar, mana bloklarni sinib ketishini qaranglar. Yo, davay, let's go. Buzamiz 15000 HP zonani ham buzib o'tdik. 17000 HP ekan. Tenti area bolalar, tentlarni ham hammasini bosib ketamiz. 22000 HP bu bedrockmi? Bedrockmi? Redrock ekan. Bu brick area, bu menimcha g'isht. Bu menimcha g'isht bo'lsa, brick degani g'isht. Bu yerda redrite bolalar. Minecraftga tushunadiganlar bor bolalar, kommentarga yozib qo'yinglar. Mana Minecraft juda ham yaxshi ko'raman, lekin har doim ham o'ynayolmayman, chunki bilmadim, короче, men ko'proq Roblox o'ynaganim uchun Roblox video qo'ygancha Roblox o'ynayman bolalar. Bolalar, agar xohlasanglar Minecraft video qo'yishim mumkin bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysa, albatta Minecraft videom chiqaraman. Hozir men ikkinchi o'rindamanmi? Dada, ikkinchi o'rinda ekan. G'azim buzib o'tganimga buni qaranglar. Easy buzib o'tyapman. Bolalar, men oxirgi zonaga keldim o'zi. Keyin bolalar Minecraft gaplashib turdik. Nima deysizlar bolalar? Minecraftga videolar qilsam ko'rasizlarmi? Kommentarga yozib qoldiringlar bolalar. Albatta Minecraft video chiqsin desa, Minecraft video ham chiqaramiz. Albatta kanal ochib turib Minecraft kanal ochamiz bolalar. Bu yerda 5500 ta kubikka mana 65 powerlik narsa olsak bo'ladi. Biz hozir esa reverse qilamiz bolalar. Let's go! Reverse kubikimiz yo'qolmaydi. Davay, bu yerda kuchimizni kuchaytiramiz endi. Davay, kirkalarimiz tez. Bu yerda qimmatroq kirka olib qo'yamiz 60 5500 7.5 metrga yetmas ekan bolalar. 70 mingtadan beryapti hozir bizga. O'sha 56-level, 75-levelda yana bitta reverse qilsak bo'ladi bolalar. Keyin anon qilamiz bolalar. World 3 ga o'tish qachon ekan o'shani bitta ko'rishimiz kerak. World 3 ga o'taramizmi, yo'qmi? Mana World'lar bor, mana World makrolikda. Admin power mana kattaligini qaranglar, bolalar 2200 ta o'zi 200x li anon bor ekan. Men hozir birinchi World'damanmi? Ya 100 ga kubikka desert 3-World ostida bo'lar ekan. Hozir Magma World'daman, ya'ni Lavali World, ikkinchi World ekan bu. Amir, sen o'tdingmi? Yaqin ham kelmading sen hali. Bu 3000 kubikmidi? Biz aytgancha bolalar normalniy ani olmadik, biz aura olganimiz yo'q bolalar. Qani menga qanaqa aura tushar ekan hozir ko'ramiz. Virdan Dust Solar Ether. Oy, Eternal'da o'tib ketdi, ko'rdinglarmi? Eternal'da o'tib ketdi bolalar. Qanaqa tushar ekan? Normalniy, iltimos. Void Azure Ether. Oy, voy, Eternal'da yana o'tib ketdi. Atang qilibdim bolalar. Hozir to'xtanglar-da. Bu kerak emas menga. Davay, yana ochib ko'rak. Let's go. Qani iltimos normalniy so. 1.5 ming kubik ketyapti har bir tochkanimizda. Yana Dust. Bu qanaqa musor bu Dust? Ma Dust degan aura bola 1.5 damage chiqib berar ekan. Dish for speed boost. Nimaga buncha kam bola? Iltimos menga Eternal tushsin. Bola Eternal juda ham qimmat bola, bilasizlar, Eternal. Yana izdozda qilibdim-mi? Zo'r tushdi bo'lib turadi degan keyin Dust tushvoradi. Ko'tagan bolalar. 104-level bo'lib ketibmiz bolalar. Вообще уже 104-level. Yana ozgincha kuchaytiramiz lekin bolalar, yana oxirga bor 15 ta kubikni mining qilib kelamiz. Ayt Robux kinolar bor ekan. Mana olib qo'yganmiz trailda, bu trailamizda bor. Reroll nima bu? Reroll bolalar. Ash reroll nimaligini tushunmadim. Yo'q, короче, bu bizga rerolllar kerak emas bolalar. Biz o'zi suramiz.
Polnisda kuchimiz bor. Oxirgi zonada esa eng qimmat, ya'ni eng ko'p kubiklarni yig'ib kelamiz. Mana bu yerda bloklarni polnisda buzib tashlaymiz. 2x Venus ham bor ekan, faqat 72 ta Robux ekan bo'ldi. Agar 2x Venus olib qo'ysam, 150 ta, 135 ta Robuxga yo'q-mayo. Robuxni bitirgan, lekin bu jalka bo'ldi. Men jalka deb o'ylayman. Shundoq ham biz hozir 15 ming tadan yig'ib qo'ysa 100 kani, sirazi 3-worldga o'tamiz. 3-worldda juda ham ko'p anolar bor bo'ldi. Zo'r kirkalar va juda ham zo'r bloklar va juda ham zo'r kubikchalar beradi bola. 15 ta kubikni birinchi stage o'stinglar beradi. Qarab turinglar, ko'ramiz. Nima deysizlar, bola kuchaytirganim yaxshimi yo'q? Hozir qara levelimni kuchaytirib o'tirman. Bunaqa ko'p. Bola hozir polnisda anamizni kuchaytirishga harakat qilamiz. Kubiklarimizni yig'ib turib, keyingi 3-worldga o'tishga harakat qilamiz. Bugungi missiyamiz shu bola. 3-worldga o'tmaguncha videoni tugatmayman. Albatta 3-worldga o'tamiz. Let's go. 15 mingta kubik oldik yana. Let's go. 15 mingta kubik oldik. Yaxshi, 15 mingta kubikga 7,5 mingtaga mana 32 bo'ladi. 12 mingtaga esa buni 32 bo'lar ekan. Davay. Mana ta'zgacha trenirovka qilish kerak. 7 mingta bor ekan, yana bitta oshib beraman bola. Davay, iltimos, normal aura, iltimos menga aura, bola, samurayda aurasi qanaqanigi bilasizdan bola. Eternalda yana o'tib ketdi, yana dast berdi bu. Yo, day yana o'tik. Yana ochik, yana mana shunda ber iltimos. Basharasiz, davay, iltimos. Verdant. Men berdi. Musurdan berdi yana. Zo'r tushib turib yana musurdan berib yubordi. Atayin qilyaptim bola. 120-level bo'lib ketdi. Bo'ldi bola. Mani kirkam bor bola. Keyingi kirka 125-levelda berar ekan bola. Nima deysizlar? 125-level qo'rsam. Agar 9 ta kirkamiz bo'lsa, biz вообще tez qaziydigan bo'lib ketamiz. Reboots ham bo'lardi, lekin hali Reboots qilmaymiz bola. Biz hozir 125-level qo'rsak bo'ldi. Bizga yana bitta kirka, 9 ta kirka bo'lsa bola, biz juda ham tez bloklarni buzamiz. Tushunyapsizlarmi bola? Mana 8 ta kirka bor. Mana bitta Blizzard men bilan birga o'ynayapti World 2da. 67 ta S6 ta kubogi bor ekan. 71-level ekan. 15 ta Reboots, manakidan Reboots kubok ekan. 6 ta esa anosi bor ekan buni. Kirkasi bor ekan, 8 ta kirka, 14 ta Reboots, 123-level va 4800 ta kubok bor. Kubogimiz bizga 100 ming ta qilamiz, World 3 ga o'tamiz albatta bola. Hozir 123-level qilishimiz kerak. 124 ushi bo'ldi. Let's go bola. 123 ga juda ham ozgina qoldi. Hozir bizga kelishdi xolos. Davay. 125 mingta. Let's go. 5300 mingta kuch yig'ishimiz kerak ekan. Bo'ldi bola. Va nihoyat. 9 ta kirka, buni qaranglar bola. 9 ta kirka bo'ldi. Endi kirka bilan bunaqa zonalar, eng qiyin zonalarni ham easy bosib o'tamiz bola. Bu blokda endi hech nima emas bizga. Mayta Blizzardda kirkalar 7 ta bo'libdi-ku. 7 ta kirka bilan. Magab o'tib ketdim. Yo-mayo. Salom aytinglar Blizzardga. Blizzard men ketaman. Bu yerda ham buzib o'tdim. Blizzard hali bu yerda o'shtimchaga buza olmaydi. Qaranglar, men o'sha mana bu arayani ham, g'ishtni ham, men Red Right ham buzib o'tyapman bola. Oxiriga easy kelaman. Biz speedimiz tezroq bo'lganda, вообще tez borardik oxiriga. Bu yerda buni вообще bu glow block area bola. Bu chiroq edi menimcha, Minecraft chiroq vazifasini bajarardi. Bu qanaqa blok bu? Bu bunaqa blok ko'rmagan ekan. Bunaqa blokni o'zim sirazi mana buzyapman, ko'rayotganda 125-level bo'lganingiz bizga zo'r aniqlikda foyda beradi. 145-level esa keyingi kirka berar ekan bola. 15 mingta kubikchani oldi. Yana let's go boramiz bola. 15 mingta yana 3 ta 4 ta olsak bo'ldi. Bizda 100 ga o'zi yig'iladi. O'shandan keyin biz World 3 ga o'tib olamiz. Qani qaytib ketyapti bu? Rek area keldik. Penta area yana. Bola yoki kallam buzilib, 2x Venus tovarim. 135 ta Robuxga. Agar nima deysan, oram 2x kubik yoki jalkami 135 ta Robux. World 3 ga shunday ham o'ta olaman, ha? 15 mingta kubikdan hozir 3 marta, 4 marta olsam bo'ldi, üstə o'taman o'zi. Matematika zo'r tushunadiganlar bormi? Kommentariyga yozib, hisoblab orak. 15 mingtadan nechta olsam hozir o'taman World 3 ga? Sen ko'rsin, necha marta borsam o'taman hozir. Men 100 mingta kubik kerak. 15 mingtadan shunda 2 ta bo'lsa 30 mingta bo'ladi, 3 ta bo'lsa 45 mingta, 4 ta bo'lsa 60 mingta, 5 ta bo'lsa 75 mingta, 6 ta bo'lsa necha bo'ladi shunda? 90 mingta bo'lar ekan bola. 6 marta borib kelsak 90 mingta bo'lar ekan. Hozir shunda bizda 30 mingta bo'lsa, bizda yana 4 marta borib kelsak bo'ldi menimcha. Yoki 5 marta, yoki 4 marta. Hozir unga ham easy borib kelamiz bola. Bizga hech nima emas. Bizning kirkalarimiz 132-level bola. Biz 3-worldga o'tgunimizcha bu 145-leveldan o'tib ketadi va biz 10 ta kirka qilib olamiz. Blizzard haligacha menga yeta olgandi. 60-level, 61-level bo'lib qopti bu. Men levelim lekin Blizzardga qaraganda ancha tez ko'payibdi. Yoki Blizzard ko'payibdi bola. Amirchikdagi lekin hali o'ta olgan Amirchik bola World 2 ga. Men o'sha mavutda 34 ming. Men uni olsam hozir 34 mingga yana 15 mingni qo'shsa 40-50 mingta kubik qilaman. Yo, mayo bola 49 mingta kubigim bor. Men olib qo'yam bola 12 mingta kubikka. Nima deysizlar?
12 mingta kubik men olayım. Olganim yaxshimi bola, olmaganim yaxshimi? Olaymi, olmaymi? Yo'q, bo'pti, olmayman. Vallahi mana shu o'zi yetadi. Let's go, davay. Mana shu kubikchalar yig'ib qo'yib 100 mingta, undan keyin olamiz u kirkani bola. Bizga u kirga shart emas, o'rnida tutsak, baribir kirkalarimiz almashadi-da. Boshqa yerda reverse, bo'ladi, da. Keyin reverse ham qo'yamiz, baribir kirkalar bizga kerak emas. Kubiklarni lishni yo'qotishga to'g'ri keladi unda bola. Keyin mana hozir o'sha yana 15 ming topib kelsak, 50 ming bo'lsa 65 mingta bo'ladi. Keyin 65 mingtadan yana 15 ming olsak, 70-80 mingta bo'lar ekan. Keyin 2 marta, 3 marta borib kelsak bo'lgan bola, 3 marta borib kelsak. Uchinchisi desa juda ham uzoqqa kelmaymiz bola. Attiga 5 mingta kubikni olamiz va suramiz 3-o'rnitga bola. 3-o'rnit qanaqaligi vash qiziqyapman. Nima deb o'ylaysizlar bola? 3-o'rnit qanaqa? Zo'rmi yoki mustir bola? Kommentariyga ozgina yozib qo'yinglar. Keyin bola kanalga obuna bo'lib, kommentariyga nickini yozib qo'ysanglar, men dirziga random eng oldin 5 ta bo'ladi, dirziga qo'shaman bo'ladi. Sal ham mana bular Redditda shunaqa o'yinlarda o'ynab mumkin, Blizzardga o'xshab. Ametchik Ali Nubi ham kirib olgan bola o'yinga, lekin faqat bular birinchi o'rinda yoki uchinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda faqat Blizzard bor, men bilan birga Redditda faqat Blizzard o'tgan. Bizda hozir albatta 3-o'ringa ham o'tamiz. 3-o'rinda hech kim bo'lmasa kerak menimcha, chunki bu yerdagilar Nubi yangi kirgan ekan. Ametchikda Ali birinchi o'rinda. Mana Blizzard meni yonimda bo'ldi. Da, короче, hozir obunachilarim kirmayapti o'yinga, chunki soat 7 bo'ldi. 7 da menimcha hamma bola ovqatlanib o'tirgan bo'lsa kerak, men yomon qornim ochib ketdi o'zi ham bor. Shuni mana shu videodan keyin albatta men borib ovqatlanib kelaman bolalar. Yo bola, mana oxirgi zona ham biz o'taman. 15 mingta kubikda yana oldim. Yaxshi, 70-80 mingta bo'ldi. Yana bitta olsam, keyin yana 5 mingtadan bitta olsam bo'ldi bola. Shu bilan bizda World 3 o'tamiz. 100 mingta kubikda easy olgan bo'lamiz. 3-o'ringa vash qiziqyapman bola. 3-o'rinda nimalar bor ekan? 3-o'rinda ham ko'ramiz albatta nimalar borligini. Voy, Blizzard qolib ketdi yana. Yo bola. 3-o'ringa boramiz hozir biz. Oppa, bola yana oxiriga keldim. Buni qaranglar, oxirida buzib o'taman. 140-level bo'lib ketdi. Yaxshi. 94800. Endi bola attiga 5200 ta bo'lsa bo'ldi bizga. Aytda 1000 beryapti. Mana barida 1500 ta, 2000 ta, aytda 4000 tami? Ko'zim o'tmayapti, qancha bu? 2,5 mingta ekan bola, bizga 5,5 mingta kerak. 5,5 mingta kerak. Hozir uni ham easy topib olamiz. To'xtab turadi. 3000 ta bitta. Aytda 5000 ta mana. Mashina keyingi zonada ekan bola, pumpkin area. Qovoq areasi degan bola, qovoqlarni buzib o'tib ketamiz. Yo-mayo, 7,5 ming degani oldim. 100 mingta bola, va nihoyat 3-desert worldga ketdi. Yo-mayo, bola desert worldamiz, 141-levelman. Mayda 90 mingta kubikka bola, 110 powerli juda ham zo'r kirka berar ekan. Men 18 ta reverse ga 9x berar ekan, 12 ta reverse ga 7x power beryapti o'zimga bola. Yo-mayo, buni qaranglar-da. Mana kuchaychini bola, yana bitta hozir kirka olamiz 145-levelda. O'sha kirka bilan 11 hozir boshqa World 3 ta zonalarda o'tib ko'ramiz. Yo bola, men o'sha 145-levelda o'tib ketdim. 146-levelman bola. Mana bu yerdan o'tib ko'ramiz. Oy, bu yerda 10 mingta kubik. Bola, aytdim-ku, bo'yi 15 mingta kubikni birinchi stejda bersa kerak degandim bola. Birinchi stejda dash undan ham ko'p berar ekan. Ko'rdilar, bola, topib qo'yganim. O'y, World 3 ta ham oxiriga kelyapman. Men buni qaranglar. Mana qaranglar bola. Tez orada deb qo'ygan, qaranglar, tez orada coming soon hali bu yo'lga chiqmabdi. Yo-mayo, bola, buni qaranglar. Biz oxirgi zonaga keldik. Oxirgi zonada qancha kubik beradi? 62 mingta kubik. Yo-mayo, bu qanaqa blok? Void blok deb yozib qo'ygan bola. Bunaqa blok bormi Minecraftda bola? Kommentarga yozib qoldiringlar, bunaqa blok bormi? 62500 ta kubik olmamizda. Yaxshi. Let's go bola. 62 mingta kubik oldim. Endi mining qilsak bola, juda ham oson. Mining mana yerda birinchi worldga, ana birinchi stejga o'tib mana uni 17 mingta yig'ib tashlayveramiz. 99 mingtaga mana uni olamiz bola. Oy, mana kirkam qaranglar. Reverse ham easy bola. Reverse ham easy qilib tashlaymiz mana yerda. Oy, bola, reverse ham easy qilib tashlaymiz-ku. Yo-mayo. Reverse ham bosib o'ramiz. Dasha 80-level degan keyingi reverse'imiz. Buni ham easy qo'ramiz. Let's go. O'sha reverse'ni qilib qo'yaylik bola, mayli. O'sha reverse'ni qilib tashlaymiz hozir. 17 mingta, yana 17 mingta, 72-level bo'ldik. Sразу reverse qo'raman bola. Davay. Let's go. Sразу reverse qo'raman. O'sha 114 mingta kubikchamiz bor. Yo'q, sразу reverse. Davay, reverse qildik bola. Yo-mayo, keyingi reverse'imiz 95-level. Bu nechinchi reverse bo'ladi? Hozir men 18 ta reverse qilganman hozir. Nechta? 16 ta reverse ekan bola. Yani atigi ikkita reverse qilsam всё bola. Men ana 9xlikmi?
Da o'shani o'char ekanman bolalar 9x da uradigan narsani. Let's go. 785-yil reverse qoramiz bolalar. Endi mana eng zo'r ketganlarni ochamiz. Mana bu 175 ming ekan. Va turnovka qilsak bo'ladi mana bu. Oy oy oy, shunda menda hozir qancha bo'ldi? 90-levelda o'sha sразу aniq qilamiz bolalar, reverse qilar ekanmiz. Keyin reverse qilganimizda mana bu ochiladi bolalar. Aurani ham o'g'irsak bo'ladi. 10 ka bitta aura zo'rroq aura chiqish ehtimoli katta ekan. Eternal tushmang yetgan. Yana Ember bola nimaga bu mustirishdi? 10 kadan ocholmay, 10 kadan bola o'ldishcha qimmat ekan hamma narsa. Azuri degan tushdi menga. 2.5x qilib berar ekan. Yaxshi, bunisi boshqa gap bola. Voy, biz 9-yil bo'lib ketibmizmi? Yo'q-mi? 9x lik powerda endi biz trilogiya qilsak bo'ladi. Yo, voy 95-yilda yana bitta reverse deb bo'ladi bolalar. Biz vashni kuchayib ketdik bolalar. Yo, o'sha 95-level buni qaranglar. Bolalar, yo, mana shu videoni tugatdim bolalar. Menga o'yin juda ham yoqdi bolalar. O'shga o'tib oldik bolalar. Albatta keyingi videoda bu o'yinning keyingi qismi ham chiqsa bo'lib, World Tour ham o'tib ko'rsataman bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin ko'rishguncha xayr.